Bu nima qilganingiz? Qilichni tashlang. Avval siz tashlang. U vataniga xiyonat qilmoqchi. Uni tirik holida qoldirasizmi? U ota-onamni asrab qolmoqchi xolos. Istasangiz men bilan jang qiling. Lekin bu odam o'lishi kerak. O'lishi! Xoinlar aslo kechirilmaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Kim xoin ekan? Siz dushman ayg'oqchisini himoya qilyapsiz. Bu ham xoinlik. O'rniga meni o'ldiring. Men o'z ota-onasini himoya qila olmaydigan ahmoqman.